Assalomu alaykum, hurmatli Xorazm House kanalining obunachilari. Biznes qilaman og'alarimiz uchun Urganch shahardan yo'lning ustidan katta kvadratda sizlarga hovuz aytib qo'ydim. Video obzorimizni likelanmasa, obuna qo'yib kuzataverasizlar. Sizlarga lokatsiyalar bilan birga pullarni aytib o'tamiz obunachilar. Qaranglar, lokatsiyamiz bu yon tarafimizdan, mana shu tarafdan kelasizlar obunachilar, ko'pirdan tushib. Bu yon tarafimizda esa Telecenter, Qo'lazovatli ko'piridan kelaverish bo'ladi obunachilar. Bizning joyimiz esa yo'lning ustida joylashgan bo'ladi. Qaranglar, eni 10, uzinasini 55. Umumiy 550 kvadrat metr. Dokumentidan muammosi yo'q. Sizlar bilan joyimizni obzorini ko'rib chiqamiz. Likelarni bosib, obuna qo'yib kuzataverasiz. Asa ketdik. Bismillah, xonadonimizga kiramiz obunachilar. Shunday yashalmin turgan hovli joyimiz xudo xolasa sotuvda. Narxini videoning o'rtasida aytib o'tib ketaman. Egasi bilan sodalashdik obunachilar. 125 ming dollar qo'yib beradi. Yana ham kelib ko'rib sodalashmasangiz bo'ladi. Narxini aytib o'tdik ana video boshida. Likelarni qizartirib, obuna qo'yib kuzataverasiz. Obunachilar, xonadonimizga kirganimizdan keyin chap tomonimizda shunday birinchi xonasi bo'ladi. Bu yerimiz teraska hisobi. Keyin giraverashimiz, bu yerimiz zali bo'ladi obunachilar. Umumiy 4 xonasi mavjud xonadonimizda. Bu yerda gaz suv svet muammo yo'q. Bu joyimiz yashalmin turgan joy obunachilar. Eski joylarimizdan shu, xudo xolasa. Barcha ko'rib turgan jihozlarimiz qoladi. Kelishilgan holatda, pulni kelishsangizlar, xudo xolasa. Aytib o'tganim uzinasini 55, enini 10. Qaranglar, bu yon tarafimizda dushi, tualeti, 2 xonasi mavjud. Bir ko'z tutsang. Chan tomonni uyga ko'z tutib o'tirmadi obunachilar. Shu eski joylarimizni aytib o'tganim. Qaranglar, keyin bu yon tarafimizda kuxnyasi joylashgan bo'ladi. Endi sizlar bilan bog' tomondan obzorini ko'rib chiqamiz. O'tgan yashalmin turgan joy obunachilar. Bu yerimiz navda ishlashingiz mumkin. Bu yerimiz obunachilar mehmonlar uchun yana bir zal qilib qo'yibdi. Egalari bir ko'z tutib o'taman sizlarga. Gel joy. Shunday bismillah deb kiramiz. Ko'z tutib bu yerimizda meni akkuratni. Bog'imiz aytib o'tganmi 55 uzinasini obunachilar. Dimuzinga ketgan. Bu yon tarafidan bir ko'z tutib beramiz. Videoni uzmaymiz. Kelaveramiz ora. Obunachilar, bu yerni sotib olib turib, bemalol biznes etsangiz bo'ladi. Xudo xolasa, rinliqdan qaranglar obunachilar. Aytib o'tganimdek 55 uzinasida. Sizlar uchun shu orqa tomondan bir ko'z tutib o'taman obunachilar. Videoni uzmaymiz. Yana bu yon tarafimizdan yana bir xonasi bor ekan. Mehnatimizni qo'llab-quvvatlagan tarifasidan like'larni bosib, obuna qo'ysangiz bo'ladi obunachilar. Yana bu yon tarafimizdan yana bir shunday xonasi mavjud. 2 xona ekan bu, o'rtadan bo'lingan. 550 kvadrat metr, narxi 125 ming dollar. Yana ham ustuna kelib ko'rib sodalashib olsangiz bo'ladi obunachilar. Agarda siz joyingizni sotsak bo'lsangiz yoki ijaraga berajak bo'lsangiz, bemalol Xorazm House murojaat qilishingiz mumkin. Sizlar uchun xizmatdamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ushbu videoni yo'lning ustidan joy xarid qilaman, biznes qilaman deb yurgan og'alarimizga, opa-singillarimizga yuborib qo'yishni unutmang. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sizlar uchun xizmatdamiz. Fazla tükenmeye takatim yok. Lütfen